Assalomu alaykum. Assalomu Yaxshimisiz? Kechirasiz. Sizni alaykum. rahmat. Ozgina vaqtingizni olsak maylimi? Nima qilasiz aka? Ha, Shamga qilasizmi? Nima qilasiz? biz mana shu praktika stopni odamlarga tushuntirmoqchimiz. Bitir qo'yasizmi? O'zimga qo'ymaysiz. Yo'q, xavotir olmang, qo'yamiz. Yuzingizni yopib qo'yamiz. Undan xavotir olmang. Nima uchun aynan mana shu qo'lingizdagi praktika stop dorisini tanladingiz? Shuni bilmoqchi edik. O'zim uchun aka. Yo, biz ham bildik, biz uchun emas. Aynan o'zingiz uchun bu dorini sizga ta'siri qay darajada bo'ldi? Ta'siri yaxshi bo'ldi. O'tgan qo'llab ko'rdim. Bu yil yana ozroq bezovta qilganiga Instagramdan ko'rdim. O'shaning uchun dorixonaga kelib oldim. Demak, qo'llab ko'rganingizdan keyin ishonchingiz komil bo'lib, yana bir bor shuni olishga qaror qildingiz, to'g'rimi? Shunaqa. Ishonchingiz komil, a? Qolganlar ham qo'llab ko'radi, demak, ular sizni hech qachon haliga yolg'on aytibdi deb yolg'onchiga chiqarib sizni orqangizdan so'kib yurmaydi. Yo'q, unaqa qilmaydi, xudo xolasa. Bo'ldi, rahmat sizga, sog' bo'ling, omon bo'ling. Xullas, azizlar, bemalol praktika stopni yoningizdagi dorixonalardan so'rashingiz mumkin.